Asas gavdisi to'rttala. Buniki har qaysi jut, har qaysi rayon o'zining alohidligini so'zlagan. Masalan, madopini Qumul xalq simul qilgan. Asosan turpan, qumul, to'qsin pichan. Ashtarafning odamlari mushrik edi. Mushrik kelgan odamni biz qumul, to'qsin pichanlikni deymiz, tushundi. Bu modern gul simul qilgan. Qumuldan modern gul simul ekanligini hammadan biladi. Shuman doppa deymiz, bu buğdayni simul qilgan. Bu butkul kelgan odamni zot Qashqarlikni deymiz, Qashqar simul qilgan. Mana Tobadam deymiz. Bu Tobadam doppa harbiy dastur, harbiy xarid. Bunida harbiy dastur, harbiy xarid ko'rindi. Shuning uchun buni gavzli qavul bo'ldi. Siyatkarlar bizning gavzli qavul bo'lgani uchun bu doppa qavul laylangan. Shuning uchun bu doppa har qanday doppadan farqli turdi. Mana yakan doppasi. Yakan Toskan Makit Yo'rinqash daryosining bo'yidagi vodiyda yashaganlar mush do'ppini kiydi. Mana cho'chorabadam deymiz. Bu cho'chorabadam deganimiz nima? Bu cho'chora Uyg'urlarning sap tamaqi. Bu Uyg'ur qizi o'zining yigitini seg'inib, To'nchapanninki ko'rinda cho'chora bir To'nchapanga o'xshaydi. O'z yigitini seg'inib, o'z yigitiga atab yasalgan bir tamoq. Shu davrda bu tamoq nayting usuzligi va o'zug'ligi va butkul jamiyat yaqqanlik uchun cho'chor deb nom bergan. Shu nomni cho'chor deb bergan. Madopimiz qalpoq. Bu Qarag'andalar lachinga o'xshaydi. Bizning ajdodlarimiz o'chlik davrida kelgan. Mana bizning oqtopimiz. Mana cho'nroq mo'tabarli kelgan. Hozir shundoq. Shu G'azamatning Mahmud Qashqarning burun sizgan suratida mush to'pi bor. Mana gilam doppa. Nima uchun gilam doppa deymiz? Har qanday odam ko'ra odam gilamdan ta'siriga o'xshaydi. Boshqa munozir yo'q. Bizning doppimiz 4 bo'lakka bo'lindi. Tobadam, Mampo, Chuman, gilam. Bu 4 doppaning ichidan nurg'un doppa shaxlanib chiqqan. Mana Mampo qismi. Bu Mampo doppa duhova to'pil kaydirilgan. Bu to'chasa buning har qaysi davriningki shu alomatini o'zi to'liq aks etib turdi. O'g'illarga bir xil rang, qiyofati nayt gavdlangan. Qizlarga nayt shoh rang. Har qanday qizlar ayollar doppisi shoh shoh. Mana san'atkorlar. So'sa tumaq. Bizningki tumaq doppimizda hech qanday ekologiya muhit ta'siriga ish yo'q. Hamma materialimiz qo'ytirsa. Faqat mushu so'salar bu janjalda hamda yashaydigan hayvon, ana u qanday san'atkorlarimizning natija qozongan usul nimalarga mush doppini sovg'a qilgan. Buni hech qanday odam boshidan kelmaydi. San'atkorlik edi. San'atkorga yarashadi. Bizning doppimiz, mana hammamiz tumoqimiz turibdi. Bu nayt cho'ng bir madaniyat. Endi Abdukerim apandim, siz izchil oldamı shu folklor tadqiqoti bilan shug'ullanib keldingiz. Sizningcha mush do'ppi tumoq madaniyatida an'ana bilan shu zamonaviylik omillarni qanday ravishda birlashtirish kerak deb qaraysiz? Kiyim zaruriyati axloqiy zaruriyatning moddalashi. Moddiy aldı ko'rinishi. Demak, uningda bir axloq his tuyg'ulari namoyon bo'ldi. Hozir zaman odamlarning go'zallik talabi o'tmishdagiga nisbatan aytgan vaqtda bu taraqqiyot ekan, zamonning talabiga mos oldi bo'ladi. Endi uning deb ma doppa biz boshqa bir nusxaga o'zgartib o'tmaymiz. Hozirgi yaralgan yangidan mishali bir qancha doppalarning nusxasi turdi. Bu burun yo'q doppalar. Yo'q doppalar. Masalan, Golobosning shakli ishlangan bu nusxalarida Andın ma İpek yolunun ki sxemisi gösterilgen muşundak bir madopla men muşu zamandaki yenirak nuskula deyiş mümkün. Ben şuna qarayım. Çünkü biz küçük vaktimizde manda toplumunun şekillerini kömegen. Manın da bir xil muşu hazırki dünya kölemlik İpek yolunun iznaları nait bir xil istrolu kalda eksetken. Istrolu kalda eksetken. Demek muşundak yenilnişler olurdu. Andın burunqda doppularımızda badam dopu olsa meyettez yoğun popkova sangılap durduğan andın iyiz nait kattık hatta haru mansıma beloştulmaydıgan muştak doppular mevcuttu. Endi hazır zaman
bizning tanlashimiz bo'lsa ixcham, yanchiqimiz kelib ağılı oldigan, beşimizni issigan yoki muvofiq kelmagan joylarda yanchiq qilib qo'yib, ba'zi sonlarni ekilib beşimizni kiydigan shaklda biroz sıkılaştı. Yoki mush zamonning talebi bo'yicha isloh qilindi degan gap. Nusxaladimi hozir asta to'liqlanib, texnik go'zallik mush zaman xohlaydigan va mush zaman odamlari yaxshi ko'radigan nusxalar bo'yicha taraqqi qilyapti. Endi doppa boshqa madaniyatida menimcha zamonaviylik tushunsak darajada ifodalandi. Endi bu boshqalikni biz bir yeni bir narsa yaratmayız da bosh kiyimni butunlay o'zgartirish mumkin emas. Chunki bu nihoyat uzoq davrning siniqidan o'tgan. Şu adamlarning ajdodlarimizning zehniy quvvati, go'zallik his tuyg'ulari aks etgan. Shunga buni mening tushunishimcha an'ana bilan zamonaviylik bu bir-biriga qarshi emas, bir-birini to'liqlaydi va mush orqali bizning bugunimizga yetib kelgan kelgusiga mushundoq mang'do demoqchiman. Endi Sanjan efendim, biz bayan so'zlayapmiz, o'sha do'ppi tumoqlarimizdagi madaniyat omillari haqida gap qilyapmiz. Endi mushuning mazmunida yoki umum nusxalarda yana bizni so'yindigida qanday omillar bor deb qaraysiz? Endi Uyg'urlarniki shu bosh kiyim madaniyatidagi madaniyat mazmunlarini ham mening tushunchimcha bir necha turlarga bo'lishga bo'ladi. Biri nima desam, shu bosh kiyimlarni ishlab chiqarishdagi jarayoni, yo bosh kiyimlarniki tikish jarayoni. Mayli materialni tayyorlash, materialni pishiqlab ishlash va uning kasblarga bo'linishi degandek ma'lum so'zlab o'tdi. Bu bosh kiyim madaniyatida Uyg'urlarniki shu ro'shan bir alaylik nima desa, nihoyat sistemlashgan, ko'lamlashgan, kasblashgan mana bir shalqalarni shakllantirgan. Ikkinchisi nima desa, hamda tadqiqotchilarning qarashicha shaxsan mening ko'z qarashim shunday, yumaloq to'ppa va to'tqinliq to'pining o'zi yayloq madaniyati bilan bo'stonliq madaniyatniki bir xil jipslashganlikniki inkosida qaraymiz. Mayli do'ppi nusxalar qanday shaklda o'zgarsin, lekin to'piniki asosiy shakli o'zgarib ketmagan. Bu tarixdan buyon izchil an'anaviy saqlanib kelgan. Shunga ikkinchi omil nima desa, o'zimiz Uyg'urlar yashab o'tgan bo'stonliq madaniyati bilan yayloq madaniyatiniki bir madaniyat xotirasi deb aytish bo'ladi. Uchinchi xil madaniyat aloyligi nima desa, mening tushunchimcha bu shu Uyg'urlarniki do'ppi to'moq madaniyatida nurg'un madaniyat uchurlari saqlangan. Buning ichida ba'zi uchurlarning o'zi Ipak yo'lidagi har qaysi millatlar bilan madaniyat almashtirish jarayonida ham o'rtaq aloylikni saqlangan, ham xos aloyliklar saqlangan. Hamda to'rtinchi alaylik nima desa, Uyg'urlarniki do'ppi to'moq madaniyatida hokimimiz so'zlab o'tdi, nihoyat kuchli bo'lgan rayonni aloyligi saqlangan. Ham nihoyat kuchli bo'lgan kasb aloyligi saqlangan. Biz Uyg'urlarniki bosh kiyim madaniyatini nihoyat alayda g'ayriy moddiy madaniyat marosimi ko'tarilgan madaniyat deyishimizning sababi nima desa, turlarining ko'pligi, anonikin tikilishniki sibtiligi, shuning bilan birga ko'lamli siyosat qilishni oldin qatorda. Endi Muhammad Rashad efendim, endi siz mush kasbning shaydosi va haqdosi bo'lib sifatingiz bilan mush tumoqlarimizni hozir endi bozorda sotyapsizlar, buni ishlab chiqaryapsizlar. Yana an'anaviy do'ppi tumoqlarimizni yangilash va isloh qilishga tegishli taraflar bor deb qaramsiz? Mush bir do'ppining misolini aytib men tushuntiray. Mushu do'ppimiz To'badan. Bu To'badan do'ppi oldimizda turibdi. Bu nihoyat san'at, rivoj topgan, Ipak yo'li nihoyat roh topgan davrning do'ppisi. Ayni vaqtida cho'ng qo'shin safardan qaytishda moba kasal taqib ketib, badam shifog'ilib shu qo'shin saqlab qolgan ekan. O qo'shin talafot qilib qaytgandan keyin tajribasini yakunlab, Uyg'ur qizi 4 bujga 4 ta badam bor. Do'ppining ishtishi hamma badamdan ayrilmaydi. Mush badam do'ppa orqali shu yo'l xaritasi, harbiy dastur, urush plan kashlab bergan. Qobil sarkarlik edi. Bu do'ppa har qanday do'ppidan qobil. Buni shuning uchun Qambarxonning 52-yili yo'ldosh Mavzoydan harbiy olim bo'lganlik uchun mush do'ppini so'g'at qildi. Mana bu isbot. Mush ko'rinishdan qaylagan vaqtimizda buni bu mandalan layinlab qolgan, mandalan o'tirib qolgan nasibasiga iliq. Bunu ıslah qilmaslik shu davr o'z belgilaydi. Men bu anamning tikib bergan do'ppisini kiyib cho'ng bo'lganligim uchun bir kichkin bir she'r yozib keldim. Buni o'qib beray.
doppa. Kondurgan kezeklerde her bir piltide badur, hüner sanat ecir bilen mücessem sendi zer doppa. Nisip boldi siyakımga otkaştek güzel nuska, baxt iqbal simasida bişimda çakmagan doppa. Kız yigitler bişiga keysiz etme yaraşkan, Cavahiratın etiva kadrin bir baha doppa. Uygur kızı tepçigeç, badam doppa, çimen doppa, pak suyuge çümüldüm, keygende sini doppa. Babamның bişi da doppa, atamның bişi da doppa, her bir jını iznada mumamның koluba doppa. Hasancan, şu milli kiyim milletning ma'naviy boyligi edi. Undaqda biz şu zamonaviy madaniyatga, zamonaviy turmushga yuzlanishda bizda qanday ong'ilish kerak? Menimcha endi bu do'ppi tumoq madaniyatini an'ana bilan shu zamoniylikni qanday birlashtirish masalasida bir shu tadqiqotchilar, ziyolilarning kuch chiqarishi, yana bir jihatdan qolsa eng muhim bo'lgan bir omil nimasi zamonaviy korxonalarning. Bu korxonalarniki shu do'ppi tumoq madaniyatini qanday qilib zamonaviy turmushga moslashtirish, loyihalar, kiyimga do'ppi tumoq loyihalar bo'lsin yoki mushlarning an'anaviy do'ppi tumoqchilarniki do'ppi tumoq tikadigan ustamlardan so'rash orqali shularning andilsiga voris qilgan asosda o'xshamagan go'zallik intilishlarga, go'zallik talablarga moslashtirilgan bir xil ahvollarni chiqarish kerak deb qarayman. Ikkinchisi ham shu do'ppi tumoqni qanday isloh qilish, qanday uni moslashtirish jihatiga shu necha avlod do'ppi tumoq tikkan kishilarning kasb egalarining fikrini anglash va ularniki shu fikrlar asosida do'ppi tumoqniki isloh qilishga yuzlandirsak deb qarayman. Chunki bu do'ppi tumoqni o'zgartiraman deb o'zgartib olgan narsa emas. Chunki u necha ming yillardan buyon ajdodlarniki tevishlari, xotiralari singan narsa. Bu xil bir millatning kishilari mushunda bir madaniy xotiralarini voris qilmay turib, u milliy kimligini saqlab qolish mumkin emas. Keyingi 20-asrning keyingi taraqqiyotida xuddi har bir kishi o'ziniki kiyim-kechaklar orqali bir xil xosligini ifodalashga ehtiyoj bo'lganidek, bir millatmi cho'qim ma'lum bir vaqtga kelgan vaqtida o'ziniki shu dunyodagi nurg'un millatlar qatorida o'ziniki milliy xosligini, milliy kimligini ifodalash ehtiyoj bo'ladi. Bu vaqtda biz endi o'zimizning an'anaviy angishlarimizni o'tirib chiqishimiz kerak. Hozirgacha shu bosh kiyim madaniyati ham hozirda shu kiyim-kechak islohotlarida tipik namoyon xarakterlik bo'ladigan bir belgi deb qarayman. Bizning do'ppi tumoqlarimizda bir qizning qalb izhori bor. Bizning do'ppi tumoqlarimizda cho'nqur va pokiz bo'lgan muhabbat hikoyasi bor. Bizning do'ppi tumoqlarimizda tarixning iznasi va yillarning xotiralari bor. Bizning do'ppi tumoqlarimizda go'zal an'ana va zamonaviy madaniyatning ushqunlari bor. Biz do'ppi tumoqlarimizni qadrlaylik. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.